20 bab. Yakshanba kuni tong texi yo'rimg'anda Majdellik Maryam Hazrati Aysoning yerligiga bordi va o'nkirning og'zidagi toshning elib etilganligini ko'rdi. U yugurgan peti Simon Petrus va Hazrati Ayso yaxshi ko'rdigan heliqi shogirdning yeniga kelib, ularga Rabbimizni yerligidan elib etibdi. Qayat qo'yganligini bilmadik, dedi. Petrus bilan heliqi shogird tashqarıga chiqib yerlikka qarab yo'l oldi. Ikkilan birga yugurishib mangdi. Lekin heliqi shogird Petrusdan tez yugurib, yerlikka birinchi bo'lib yetib bordi. U engishib ichiga qarab, kandir kepanning u yerda yeyiqliq tug'anligini ko'rdi. Lekin ichkiriga kirmadi. Kaynidan Simon Petrus yetib kelib, yerlikka kirdi va u yerda yeyiqliq tug'an kepanni ko'rdi. Hazrati Aysoning beshiga chigilgan yog'liqni ko'rdi. Yog'liq kepan bilan bir yerda emas, balki ayrim yerda yugaklik turadi. Ondan yerlikka avval kelgan shogirdmi yerlikning ichiga kirib, ahvolni ko'rib, Hazrati Aysoning tirilganligiga ishondi. Shundoq bo'lsa-mu, ular Hazrati Aysoning o'lib qayta tirilishi kerakligi haqida muqaddas yozmalarda yozilgan so'zlarni textcha tushunmagan edi. Shuningdan keyin ikkilan o'zlari turayotgan joyga qaytishdi. Maryam bo'lsa yerlikning sirda turib yig'layotdi. U yig'lab turib yerlikning ichiga engishib qarab edi. Oq kiyim kiygan ikki farishtani ko'rdi. Ularning biri Hazrati Aysoning jasadi qo'yilgan yerning bosh tarafida, yana biri oyoq tarafida o'ltiradi. Ular Maryamdan: "Xonim, nemishqa yig'laysiz?" deb so'radi. "Rabbimni elib ketibdi. Uni nega qo'yganligini bilmayapman", dedi Maryam. U shu gapni qilibla kayniga qaradi, birining u yerda tug'unini ko'rdi. U dal Hazrati Ayso edi. Lekin u Hazrati Ayso ekanligini bilolmadi. "Xonim, nemishqa yig'laysiz? Kimni izlaysiz?" deb so'rdi Hazrati Ayso. Maryam uni bog'van deb o'ylab, "Taqsir, agar uni siz yo'tkavatgan bo'lsangiz, qayerga qo'yganligingizni aytib bergaysiz, men uni elib kelsam", dedi. "Maryam", dedi Hazrati Ayso uningga. Maryam burilibla ibroniy tilida "Rabboni" dedi. Bu so'z ustoz degan ma'noda. "Menga esilmang, chunki men texi otamning yeniga qaytib chiqmadim. Berib qarindoshlarimga ayting. Sizlarning otanglar bo'lgan otamning, ya'ni Xudoyinglar bo'lgan Xudoyimning yeniga qaytib chiqaman", dedi Hazrati Ayso. Shuning bilan Majdellik Maryam shogirdlarning yeniga berib ularga "Rabbimizni ko'rdim", dedi. Ondan Hazrati Aysoning o'ziga aytganlarini ularga so'zlab berdi. Shu yakshanba kuni kechda shogirdlar jam bo'lgan yerida Yahudilarning qo'qqanligidan uyning ishlarini taqib edi. Shu paytda Hazrati Ayso ularning orasida paydo bo'lib, o'rtgan holda ularga "Aman bo'linglar", dedi va oqdilla qo'llari va biqinini ularga ko'rsatdi. Shogirdlar Rabbini ko'rganidan qin-qiniga patmay xushal bo'lishib ketdi. Hazrati Ayso ularga yana "Aman bo'linglar. Otam meni avatganidek, men sizlarni avatiman", dedi. Bu so'zlarni qilib bo'lgandan keyin ularga bir puflab, Xudoning muqaddas ro'yiga muyassar bo'linglar. Kimning gunohlarini kechirsanglar, uning gunohlari kechirim qilinadi. Kimning gunohlarini kechirim qilmasanglar,
uning gunohlari kechirim qilinmaydi, dedi. 12 shogirddan biri, ya'ni qo'shgezak deb atilgan Tomas, Hazreti Ayşo kelganda ularning yinida emas edi. Keyin ular uningga biz Rabbimizni ko'rdik deyishdi. Lekin Tomas uning qo'llarida mixning izini ko'mgicha, mixlarning iziga o'z barmog'imni va biqiniga o'z qo'limni tekkizib boqmaguncha hargiz ishonmayman, dedi. Bir haftadan keyin shogirdlar yana shu uyda jam bo'lgan bo'lib, Tomasmi ular bilan birga edi. Ishiklar taqoqliq bo'lsa-mu, Hazreti Ayso kirib, ularning orasida turib, "Aman bo'linglar", dedi. Ondan Tomasga, "Barmog'ingni bu yerga tekkizib, qo'llarimga qara. Qo'lingni uzatib, biqinimga tekkizib boq. Gumon qilmay, menga ishon", dedi. "Sen mening Rabbim ham Xudoyimsan", dedi Tomas uning javoban. Hazreti Ayso uningga, "Meni ko'rganliging uchun ishondingmi? Ko'rmay turib ishonganlar naqadar baxtliga", dedi. Hazreti Ayso shogirdlarining oldida bu kitobda yozilmagan boshqa nurg'un mo'jizlarni ko'rsatdi. Bu xotirlar sizlarni Hazreti Aysoning qutqizg'uchi Masih, shundaqla Xudoning o'g'li ekanligiga ishonsin, ham bu orqali uningga bog'lanib hayotlikka erishsin deb yozildi.